Assalomu O'zbekiston, butun dunyo. Mana ko'ziga qaranglar, men ko'zimga qaranglar. Men urushi mehnatimga oldim bo'ladi. Uyimizga bir chiroyli kuchuvcha oldim. Bu xudo xolasa ikkita balali sigirimiz bor, shuni qo'riqlayman. Xudo Samarqandlik akalarga rahmat. Nech pul olganimda hozir aytadi aka. Aka 15 million oldim, 15 million. Ko'k odamga do'st bo'lmaydi. Kuchli qalb ko'radi. Jo'lari savdo O'zbekiston. Qarshiga bir 2-3 soatlik yo'l qoldi. Xudo xolasa Qarshini yondiramiz. G'alaba bilan qaytyapti Surxonda o'g'lisi. Xudo xolasa inshaalloh borib tandir go'sht siqamiz bugun borga. Endi visagonka yo'q. Yutib oldik. Qozoqni bolasini haqni ham berdik, urdik ham, hurmatini qildik ham. Qozoq o'zbek bir to'g'an. Jonlaring sog' bo'lsin, sport endi to'g'ri narsalar. Lekin kuchuydi 15 million oldi. Erkakmi bu? Erkak mana. Erkak, bugun buni otini nima qo'yamiz? Chempion. Chempion qo'ymaymiz. Chempion qo'y, chempion bo'lib chempion qo'yasiz. Bunga boshqa nom qo'yish kerak. Buni laqabi Surqash. Surqashmi bu? Surqash aka. Surqash chindan. U endi qo'p olmas, kuchukka qo'ydi deb kimdir aytishi mumkin. Lekin xudo xolasa polvon kishi bu. O'zimizdan anaviga Surqash qo'ydim. Joni sog' bo'lsin. Endi tarbiyani oladi. Xudo xolasa. bilan jang qachon aka? Yo, men tarbiyamda olsa biron joy yo'q qo'radi, bravo. Odam yeb qo'yadi. Erkak bilan qachon urishasiz? 2026 ga xudo xolasa inshaalloh zariyajinni boy bo'ladi aka. Nima bilanchi? Konor bilan. Konor bilan u tayyor bo'lsa bo'ldi. Xotin bilan urushib qolsa,